Sizlar bilan Gladik. Bugun sizlarga 5-qismni, ya'ni TDM nastroylarni ko'rsatib o'taman. Videoni qisqa qilaman. Iloji boricha videoni do'stlarga tarqatib qo'yinglar va shunaqa menga podдержка qilgan bo'lasizlar. Keyin bolani suvga kelgan holda ko'p odam mana bu internetni auto deganni qochishni bilmaydi. Ko'p odam so'raydi mendan. Buning uchun biz Ukraina bo'lgan kirib ikkinchi bo'limiga o'tib, mana bu mana Atazini va Avrazili turibdi. Shundan razdelda qilib qo'yasizlar. Va mana shu turgan joyda sizlarda tak mana osizlar bo'ladi, mana ko'rlar, mana olib qo'yib, buni o'chirib qo'yasizlar, mana bunaqa ko'rinmaydigan qilib qo'yasizlar, mana ikkinchisidan olib shunaqa qilib qo'yasizlar. Bo'ldi. Va sizda qarabsizki, avtomatik bo'lim yo'q. Tak, undan keyingisiga aytib o'tadigan narsam bu, mamlakat ko'p odam yonib qoladi. Bu narsa bo'yicha xato. Qaranglar, pressilda bosgan holda mana pressil bor. Shuni buni bosgan holda mana bunaqa qimirlasizlar bo'ladi, bez giroskop. Bu narsa bo'lmaydi, o'tayotganda qimirlab mana ketadi. Agar buni o'chirib qo'ysak, faqat giroskop bilan qilmasa bo'ladi. Hozir giroskop qimirlatmayapman, endi qimirlataman mana. Giroskop bilan baribir tezroq ko'rdilar. Shu narsa o'chirib qo'ylar va pikda va xato bo'ladi. Va sizlarga keyingi nima o'rgatib o'taman? Sizlar pastroqqa tushgandan keyin mana bu narsani 80 ga qo'ylar, ko'p odam 83, 84 qo'yadigan. Bu yo'q, maslahatim 80 ga qo'ylar. Undan nariroq tepasi bo'lmaydi. Mana bu reynik atqilchilik degan narsa bor. Shu narsa ko'p odam yonib qolishi mumkin. Bu nima? Bu masalan otib turganlarda mana bunaqa otib turganlarda yurib ketishadi mumkin. Bunaqa yurib ketadi. Buni o'chirib qo'ysak, uncha yurmaydi, turib qoladi. Bu pikda ancha muncha yaxshi, ili kloset chiqqanidan sizga xalal bermaydi bolalar. Va undan keyin mana bitta o'qli degani smeshniy, prezagreskiy, azgina ham bor. Smeshniy o'zi faqat nasaq o'rtatib turgan payt olib turmaymiz, mana bunaqa bo'lib qoladi. Ko'rlar, shunaqa bo'lib qoladi. Agar biz buni bu smeshniy, ya'ni o'qlagan payt olsa bo'ladi. Masalan, prezagretkida o'qlab bo'lmaydi, mana otib bo'lmaydi bunda. Prezagretkida otib bo'lmaydi, o'rtada qo'ysizlar. Undan keyingi mana bu agnimga qo'ysizlar, aralashdi yana. Masalan, olib turasizlar-yu, mana sirada portlanadi. Bu ancha yaxshiroq. Mana shu agnimga qo'ysizlar, sizlar uxlagan paytda ham odam kelganda sapini kutib olib urishinglar mumkin bo'lar. Tak, undan keyingi o'tib o'tadigan narsalar, mana 3 ta narsani o'chirib qo'yishlar kerak. Bu kerak emas narsalardan bittasi. Yana sizlarga aytib o'taganim, effektlarga o'tgan holda agar sizlar zalit bo'lmayotgan bo'lsa, iloji boricha shuni yashil qilib qo'yinglar va bitta o'ynab ko'ringlar, bilasizlar qanaqa rezultat bo'lishini vallahi. Va yana sizlarga o'tadiganim padbordda agar tizimoniy bo'lsangizlar, mana bu выключительni, отключительni qilib qo'ysangizlar, siz avtomatik narsa olmaydi va sizda uncha nagruska bo'lmaydi. Ya'ni sopenik sразу o'lganda sizga chiqib pushka bo'lishi mumkin. O'sha uchun o'chib qo'ysangizlar, sizda lut avtomatik olib yotmaydi. Bu ancha-muncha yaxshi bizga plus bo'ladi. Mana shular bo'ldi. Qisqa va lo'nda bo'ldi. Keyingilarni yanada mukammalroq video bo'ladi. Albatta videoni tarqatib qo'yinglar va keyingi video 800 obuna